Salom hammaga, sizlar bilan Menzi. Bugungi videomizda sizlar bilan 3.9 versiyada PUBG ga qo'shilgan oldi setlar haqida gaplashamiz. Ko'rishingiz mumkin, brigadga, kapitan set hamda pajarni setlari qaytyapti. Ularni qayerdan olsak bo'ladi deyishingiz mumkin. 3.8 versiyada qo'shilgan kesni bilsangiz kerak. Mifitskiy, legendarniy, epic setlarni o'zingiz tanlab tushirib olsangiz bo'ladi. 3.9 versiyada ham kapitan, brigadga, pajarni setlari shu yerga qo'shiladi. Video yoqqan bo'lsa bitta like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bu setlar qaytayotganiga fikringiz qanday? Kommentariyada yozib qoldiring.